Ayolingizni allaqachon sizdan ko'ngli qolib, farzandlaringiz uchun chidab yashayapti. Men sizga hozir 3 ta belgisini aytaman. 3-belgi aniq sizni uyingizda uje bor. Lekin bechara hech qaysi ayol ajrashaman, erimga qo'ng'at turmush qilaman, erimdan ko'nglim qolib yashayman deb turmushga chiqmagan. Birinchisi, ayolingiz ortiq sizdan so'ramayapti. Qattasiz, kim bilasiz? Unga bu umuman qiz emas. Ikkinchisi, uyda ishlarini jimgina qilib yuribdiki, hatto borligini ham, yo'qligini ham bilmayapsiz. Sizdan pul so'ramay qo'ydi. Uchinchisi, telefoningizni titkalamayapti. Unga bu uje muhim emas. Kim bilan munosabatdasiz, kimga nima olib beryapsiz, kimni qayoqqa olib boryapsiz, bunga uje bu jarayonlar qiziqmas, befarqlikka kelib bo'ldi. Lekin ayol bir kunda bu holatga kelmaydi. Boshda siz bilan qiziqadi, sizga savollar beradi, telefoningizni titkalaydi, sizni muhimligingizni his qildiradi. Lekin ayol bergan mehriga, muhabbatiga javob ola olmagach, u sekin-sekin sovishni boshlaydi. Lekin hurmatli ayollar, har qanday o'lgan munosabatlarni tiklash mumkin. Eringizni, yoringizni qaytadan sevib qolib, o'lgan muhabbatingizni qayta tiklash borasida men siz uchun maxsus darslik tayyorladim. Hoziroq menga obuna bo'lib, izohlarda 5 raqamini qoldiring, men sizga darslik havolasini yuboraman.